Paxtakor tumanida xonaki o'rdak yetishtirish yo'lga qo'yildi. O'rdak serharakat, suv havzalarida va yaylovlarda oziqlanuvchi, go'shti yumshoq va mazali parranda turi. O'rdaklar kichik gavdasi, kalta oyoqlari va bo'yni turli ranglari bilan ajralib turadi. O'rdak deyarli barcha mamlakatlarda, ayniqsa Xitoy, Indoneziya va Vyetnamda juda ko'p uchraydi. Voyaga yetgan erkak o'rdak vazni 3-4 kilogramm, makyoni 2,5-3 kilogramm bo'ladi. Beradigan mahsulotiga qarab o'rdaklar go'sht, tuxum yoki tuxum go'sht yo'nalishiga ajratiladi. O'rdak asosan go'sht uchun yetishtiriladi. Go'shti mayin, mazali, parhez mahsuloti hisoblanadi. Xo'jaliklarda zotli o'rdaklar asosan Pekin o'rdaklari bilan ifodalanadi. Kichik fermer xo'jaliklari va xususiy xo'jaliklarda oq Moskva, Ukraina oq va kulrang o'rdagi hamda Khaki Campbell va boshqa zotlar boqiladi. Paxtakor tumanida ham tabiiy sharoitda o'rdaklarni ko'paytirish yo'lga qo'yildi. Viloyat hokim vazifasini bajaruvchi Ulug'bek Mustafoyev tashabbusi bilan Paxtakor tumanida yo'l yoqasida joylashgan 28 ka bir kollektorning 6 kilometr masofasida o'rdaklarni parvarishlash va yetishtirish uchun joy ajratildi. Yangi tashkil etilgan o'rdak yetishtirish xo'jaligiga 500 dona o'rdak olib kelinib, bugungi kunda parvarishlanmoqda. Kelajakda o'rdaklar sonini 20 mingtagacha yetkazish rejalashtirilgan. Men Arslonov Oybek Paxtakor tuman Agrobankidan imtiyozli kredit olib, o'rdaklarni yetishtirishni, ularni tuxumchilik, go'shtchilik yo'nalishida parvarishlashni boshladim. Mana hozir 500 taga yaqin o'rdaklarim bor. Ularni kelajakda katta qilib 20 mingtaga yetkazish niyatim bor. Bu o'rdaklardan chiqadigan tuxum, go'sht mahsulotlari bilan ichki bozorlarimizni rivojlantiryapmiz. Ayni vaqtda oilaviy 3 nafar ishsiz ish bilan ta'minlandik. Shuningdek, Paxtakor tumanida yo'l yoqasida joylashgan 28 ka bir kollektorning 6 kilometr masofasidagi joylarda o'rdak yetishtirish istagida bo'lganlarga yerlar berilishi ma'lum qilindi. Maydonga o'rdak rivojlantirish